Jarohatlardan keyin, to'rparda ko'chishdan keyin, ko'zda juda kuchli shamollash kasalliklaridan keyin ko'z olmasi sekin-sekin kichrayib, ko'zda formalisini yo'qotib, ko'z kichrayib qoladi. Keyin ko'zni olib tashlab, ichiga to'qima qo'yishga olib kelib, ko'zni chiroyli qilib, shaklini, harakatini qilib beradigan holatlarimiz bor. Bu ko'z olmasini qurishi deyiladi. Bu ham ko'zda nerv qurishidan, shoh pardadagi suv hissi, ya'ni qurg'oqlashdan boshqa narsa. Ya'ni doktoringiz sizga ko'zingizda qurg'oqlash bor ekan, qurish bor ekan desa, nervim qurib qolyapti ekan, ko'zim qurib qolayotgan deb qo'rqmang. Uchinchi masala, demak, ko'zda suv hissi, ya'ni sindrom suxovo glaza hozirgi paytda juda ham ko'p uchraydigan muammolardan biri. Chunki bizda ob-havo, iqlimimiz shunaqaki, o'sha issiq, shamol, quruq havomiz ko'p. Eng yomoni ishlarimizda, ishxonalarimizda kompyuter, telefonlardan juda ko'p ishlatamiz, lekin xonani namlaydigan uskunalar, namlaydigan holatlar kam. Xonada albatta kompyuterda ishladingiz, albatta konditsionerda ishladingizmi, ko'zingiz suv his berish ehtimoli oshadi.